O'rtoqlar, bugun ertalab maz yegandim. Ko'kragimga ham, tomog'imga ham maz surgandim. Ko'pchilikdan keldi, bu qanaqa maz? Men bundan oldingi istoriyalarımda atmetka qilib o'tib ketganman. Sizlar qora kipriklarimga, uzun kipriklarimga, chiroyli lablarimga qarar ekansizlar, lekin qo'limdagi nimaligiga qaramas ekansizlar. Bundan oldin ham ko'rsatib o'tib ketdim. Ersakni mazi skrin qilib olinglar, o'rtoqlar. Men tomog'im og'rigani uchun o'g'limga ham ko'krak qafasiga surdim, ozgina yedirdim, o'zim ham yedim. Yeganda japriyatni emas, tort emas, shokolad emas, bilasizlar, miyatni ta'mi keladi. Qayeringiz og'risa, shu yoqqa sursanglar, og'riqni momentalni qoldiradi, qizitadi, qichitmaydi, achitmaydi, qizitadi. Onam 3 yildan beri ishlatar ekan. Bu mazni meni xabarim yo'q edi. 3 yil oldin bitta Nazirami, Rahima degan ayol nima a'zo qilgan ekan. Olganga yarasha o'rtoqlar, kirdinglarmi, registratsiya bo'lish tekin, absolyutni pul olmaydi. O'shaning uchun a'zo bo'lsanglar, ko'p narsalari sovg'alari bilan, skidkalar bilan olasizlar. Mahsulotlari zo'r, bomba, yomon emas. Men ishlatib ko'rganlarim, по крайней мере, bomba.